Asad Mustafoyev. Gung darvish. Bu dunyoda eng oliy fazilat insonning ezgulik yo'lidagi harakati, bir-biriga yaxshilik qilish, mehr-muhabbat ko'rsatishdir. Inson hayoti kurashlardan iborat. Mazkur kitobda ham ezgulik, ham yovuzlik, razolat va adolat o'rtasidagi kurash qalamga olingan. Asarni mutolaa qilar ekansiz, undagi qahramonlar, voqea va hodisalar ko'z oldingizda namoyon bo'ladi. Ushbu kitobga kiritilgan 3 ta qissa bir-biriga uzviy bog'lanib kelingan. Ulardagi bosh qahramon Otabek ismli yigitning harbiy xizmatda muhim topshiriqlarni bajarish, jinoyatchilikning iziga tushish va ularni fosh etishi singari qahramonliklarni sizning asarning boshidan oxirigacha bog'lab turadi. Biz sizlarga Zaribdor tuman axborot kutubxona markazi tomonidan Mustafoyev Asadning Gung darvish qissalarini o'qib tanishib chiqishingizni tavsiya etamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.